Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paros orlidagi Nausa deydigan kichik bir kentda asli dengiz bo'yiga berib kitap o'qib beray deb o'ylagandim, lekin havo bekli issiq. Shunga uydala o'qib beray dedim. Xo'sh, hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Abu Lahabga qiyirliq yetdi. Çaş saqallari oqarib, burunqi irg'aydak bijirim qomati lassada egilgan edi. O tala tuzga ko'p chiqmaydi. Bütün kunlarini taat, ibodat bilan uyda o'tkazadi. Doktornimi uyga taklif qilib davolanadi. Bugun Akbar Abu Lahabni alohida yo'qlab keldi. U kirganda Abu Lahab shpanliq azada ayvonda gez o'qib o'ltiradi. "Kel balam, kel", dedi bovay ko'zdagi yuqori gradusliq aynikini elib. "Yo'qab ketding-ku. Dadangdan xabar bormi?" Abu Lahab shu gaplarni qilib etib, yumshoq ipak yog'liq bilan yashanqirab qolgan ko'zlarini so'rtdi va badanini roslab, yeniga qirlab qo'yilgan yostiqqa yo'landi. "Dadamdan yaqinda xat keldi, o'zlariga salom aytibdi", dedi Akbar bovayga yaqin o'ltirib. "Heli beri keladigandak emas, Qohiraga kunib qolgan o'xshaydi. Inim Hilimsha maktabda o'qib yetibdi." Bo'pti. Nada bo'lsa salomat bo'lsin. Qayrg'anda odamning ko'ngli nada xush bo'lsa, shu yerda tursa bo'laveradi. Qohirami obdan joy, havoliq, go'zal", dedi Abu Lahab va cho'nqir bir xo'rsinib qo'shib qo'ydi. "Hozir menmi, dadangmi bu dunyoning mehmoni bo'lib qoldik." Akbarning oldiga dasturxon selindi. Yemek içmek, meyve-chevi keltirildi. Shu orliqda Harismi yetib keldi. Bir qo'r choy ichgandan keyin Haris Abu Lahabdan so'rdi. "Dada, o'tganda degan gapni o'ylab baqdingmi? Akbarlar nima qilishni bilmay, bek betaqat bo'lib ketyapti." "Shundoq taga", dedi Akbarmi uning so'ziga ulabla. "Biz bundaq cheki yo'q dakki-dukki turmushdan bekmi xoniqib ketdik. Bizning ishlarimiz ya halal emas, ya haram emas, tapmu halal bo'lib ketyapti." Bovay bir pas ko'zini yumib, beshini sanqilatib, jilmida o'ltirdi. Keyin bir ish esiga kelgandek, lappida beshini ko'tarib, "Men bu ishning tegi-taktini uqdim", dedi. U achchiqlangandek beshini asta silkib qo'yib davom qildi. "Gazetdagi heliqi maqola mushu yerdagi bir necha qizil ko'z hasadxo'rlarning ishi ekan. Ular o'zlari atdigandan kashkicha chilim tortib, yostiq qirlab, quruq parang so'qib, pul topolmay, Akbarga o'xshash jafo chekib, halol pul topganlarni ko'rib, ko'zlari qiziribdi. Ichi etishib, ko'rolmay, shahar ma'murlariga chiqibdi. Anglashimcha, ular chatdan kelgan buxorlar bizning rizqimizni tortib oldi, bozorlarimizni egallab, tijorat yo'limizni taraytib etdi. Bundoq ketaversa, Makkadagi arablar uzoqqa qolmay gadoylashib ketadi. Chatdan kelgan buxorlar bo'lsa, beyib, beshimizni yong'oq chaqidi deb dodxo'liq aytib, ularning beshini aylantiribdi. Shuning bilan ularmi bu ishga yengillik bilan qarab, erqi maqolaning el-bilatda e'lon qilinishiga qo'shilibdi. Bu ish hozir bir oz murakkab bolalarim. Buningga kattaroq odamlarning birsi o'tirg'a chiqib gap qilmasa, shahar ma'muriyatidagilar hargizmi o'zi chiqib olgan o'gzidan o'zlari osonlikcha tushib bermaydi. Shuni deyman, Malik Faysalga arz qilish kerak, dedi Haris oldirab. "Meningcha bo'ladi, bu arzni qilish kerak", dedi Abu Lahab va bir oz demini elib davom qildi. "Faysal bekmi yuqori martabalik podshoh. Bundoq odamlar puhrolarga cho'qim shafqat va marhamat yo'lini tutadi. Oxiratning baxt saodati dunyoning omon esanligi shafqat va marhamatga bog'liq. Podshohlarning kishilarga qilgan shafqat belgilaridan biri xalqlarni o'ziga do'st tutganligi bo'ladi. Sizlar anglaganmi?
Malik Faysal her cuma günü şəhərdən çıxıb, topuluq yolda yalangıdaq minib, uçuq dalada 2 rəkat sünnət namazını oqub, ondan şəhərə qayıtdı ekan. Qayıtış yolida oddiy puhralar bilan, g'ayrib g'urvalar bilan ahvolishib, ularning dard ahvolini anglaydi ekan, mushkulotlarni shu yerda hal qilib berdi ekan. Shundaq katta podshoh turib, nima uchun yalang'idaq mangdigandu? Hayron bo'lib so'rdi Haris. Nima uchun bo'ladi? deb hayajon bilan tushundirdi Abu Lahab. Vatan tuprog'ini azizlab shundaq qiladi ekan. Podshohlar puhralarga, eliga qancha ko'p mehr shafqat qilsa, Alloh taolo podshohga shuncha rahmat ko'zi bilan qaraydi. Faysal podshoh haqiqatan Allohning nazari tushgan zot. Bu gaplardan Akbarning ko'ngli yo'rib ketdi. Uning qalbida Faysal podshohga nisbatan bir xil g'oyibona hurmat va ehtirom tuyg'usi uyg'ondi. Agar u podshoh bilan ko'rishib, mushu ishni hal qilsa, biri yoqqan o't mingni isitidi degandek nurg'un odamlarning mushkuli oson bo'ladi. Ishqilib u Abu Lahabning uyidan xushal va umidvor qaytdi. Әтісі Бәктөмір, Musa Danqan və Quddus hacılar bilan ko'rishib, bu ishni maslahatlashdi. Shunda qilayli, podshohga ar sunayli, dedi Bәктөмір ko'pib. Ular necha vaqtdan beri bizni go'sh, o'zlarini qush qilib, bizni yet kuchi cho'qiladi. Odamni bundoq bo'zaq qilgan bormi? To'g'ri. Endi bundoq beparvo yuraversak bo'lmaydi, dedi Quddus hojimni qo'shilib. Vaqt keldi. Amchak talab qilish kerak. Lekin bu xabarni anglagan ba'zi hamshaharlar ularni bu ishdan yaltaytishga urindi. Biz xalqning yurtida yashayapmiz. Azaldan qog'ining ko'zini cho'qigan emas. Ish aplashmay qolsa, ig'izdan chiqqan gap keyin o'zimizni har bo'lib chaqidi. Mush arzni qilmasak bo'larmikin? deyishdi ular andishaga tushib. Vaholanki Akbar qat'iy niyatga kelib bo'lgan edi. Ba'zilarning bundoq arsaldi gaplari uni niyatidan yondira olmadi. U yetib qolg'uchi etib qol degan ruh bilan hamrohlarni qo'zg'atdi. Shunda qilib Akbar boshliq 4 kishi nurg'un buxorlarga vakil bo'lib, podshohga arz sunish qaroriga keldi. Arz tekstini Akbar yozgan bo'ldi. Akbar shu kuni yarim kechagacha uxlamay qisqa ham ta'sirli bir arz teksti yozib chiqdi. U arzning 5ini Qur'ondagi "Hay insonlar, biz sizlarni bir ota va bir onadan yaratib, turlik millat va qabilalar qilib qo'ydik. Sizlar bir-biringlar bilan yaqindan tanishqaysizlar" degan so'z bilan boshlab, oxirini hadisdagi buni so'z bilan oxirlashtirgan edi. Mo'min kishining ko'ngliga xursandlik yetkazishning o'zi savob jihatida odam va parilarning qilgan ibodatlariga barobardir. Arz teksti boshqalarga miyor edi. Ularning nazarida mundaq ta'sirlik, mig'izliq so'z javhari har qanday javohiratdan ustun turadi. Shunga buni o'qigan odam o'ylanmay qolmaydi. Ular aytsi Mekkada o'ltiraqlashib qolgan necha yuzlagan musofir kelgindilarning umid orzusini ko'ngillariga pukib, jiddiga yurib ketdi. Bu kunlarda Faysal podshoh jiddidagi ordisida ish bechirib o'tadi. 3. Podshoh huzuriga kirish ancha osonga tushmadi, lekin ular niyatidan yonmadi. Har qancha to'sqinlikqa uchirsa-mu bal qo'yib etmadi. Ular 5 kungacha o'rda darvozasidan ner ketmadi. Issiqda ko'ydi, yomg'irda tugdaydi, shamolda puchildi. Qo'rsoqlari ochsa, quruq non yedi, ussa Sudandagi ilmon suvini ichdi. Ularning irodasi, g'ayrati oxir o'rdining bosh mulozimatchisini ta'sirlantirdi. Qiyniq, mashrang harbiy forma kiygan, bir yeniga agri qilish, bir yeniga tapancha osqan, borotliq, o'ngi qara bosh mulozimatchi ularning yeniga kelib mundaq dedi.
Faysal padişah bir neçə gündən beri xarici işləri bilen aldıraş bolup ketdi. Mən sizlərə qayıl boldum. Görüşməyəcə boldu qılmaydigan oxşaysızlar. Boldu. Mən sizlərni görüşdürəy, lekin bugün bolmaydı. Ətətigəndə kelinglar. Qandaq? Boludu, sizga rahmat, dedi Akbar xoşal bolup. Lekin əti sizni qandaq tapımız? Mən sizlərni tapıman, dedi baş mülazimetçi. Mening ismim Mas'ud. Sizlar ətigəndə mushu yerga kelib meni kutinglar. Boludu, görüşəyli. Akbarlar orada aldıdan 5 günlük harduqi biraqlı çıqqandak xoşal və ruhlu qaytdı. Ciddining Bab Mekke deb ataladigan Mekke darvozasining yenidagi sarayga kelib, atigi ko'rishishning qandaq bo'ladiganligi to'g'risida neri beri paranglashib kunni kash qildi. Atsi namoz bomdatdan yenib, nashtimi qilmay orada oldiga paypaslab kelishdi. Shahar texi to'liq uyg'onmagan edi. Atrof jimjit, hamma narsa xomush ko'rinadi. Faqat charaqlab yenib ketgan orada chiroqlari bilan atrofni aylanib yurgan saqchilarning mazmut oyoq ovozili bu jimjitlik bilan xomushlikni buzib turadi. Ular 2 soatda kutdi. Bu 2 soat ularning hayotidagi eng uzoq, hayajonli va intizorlikqa to'lgan soatlar bo'ldi. Kun qizirib, atdigandagi shafaq hayvatlik orada tomlarini nurlantirgan chaqda Mas'ud ularning oldida paydo bo'ldi. "Juringlar", dedi u Akbarlarni boshlab. "Malik Faysal hozir keladi. Sizlar qabulxonada uning bilan ko'rishsizlar." Mas'ud ularni uzun bir koridordan o'tkazib, azad bir uyga boshlab kirdi. Bu chiroyli saramjonlashtirilgan zal edi. Yerga o't qashdak gilamlar selingan, qizil, seriq, oq masht yiplar bilan chiroyli kash tikilgan yumshoq divanlar tam bo'ylitib qo'yilgan edi. Bu yerda diplomat somkalarni ko'tarib olgan bir necha chet elliklar, pozur kiyinib olgan boy savdogarlar va chiroyidan dardmalligi chiqib turgan shahar puhrolari podshoh bilan ko'rish uchun saqlab turardi. Uzoq o'tmay Mas'ud paypetek bo'lib qoldi. Uning jiddiy va hayajonli harakatlaridan podshohning zalga kirib atganligini ko'rgili bo'ladi. Rost, minut o'tmay zalga egiz bo'yli, qizil ko'z, baslik bir kishi kirib keldi. Uning ustidagi kashtilangan zarbob purkancha qo'l va putlarini yo'gab, orqasidan so'rilib turardi. Beshidagi qora iqal bilan bosirib algan shaptul chechik ranglik chaqmaq romili gadinigacha tushib turardi. Uning orqasidan katib, qo'g'dug'ichi degandek bir necha odamlar adab bilan agishib kelyotdi. Akbarlarning baxt va baxtsizlik, umid va umidsizlik, xo'shallik va qo'rqinch tuyg'ulari bilan kutgan minutlari oxir yetib keldi. Akbar qo'lidagi arsini siqimlab, hayajondan demi ichiga tushib, podshoh Faysalning qomatlik bastiga qarag'inicha surbesib turib qoldi. Dal shu chaqda podshoh ularning udolog'i keldi va ularning taq-turqidan qiziqqudak bir narsani ko'rgandek bir necha daqiqa ularga sinchilab qarab, orqadan turikcha, ochiq va ravon til bilan "Yaxshimisizlar?" dedi. Akbarning vujudi sho'rida erigandek so'yinib ketdi va podshohning ko'zlaridagi o'tkir nur bilan chiroyidagi illiq tabassumni ko'rib, boya o'zini yo'qotib qo'ygan yiqish, ayminish tuyg'ularidan qutuldi. Agar Akbar shu chaqda podshohning orqasida turgan Mas'udning "Darhol arzingni ber" degandek ima ishoratini ko'rmagan bo'lsa, aron kelgan fursatni on vaqtliq bilan yana o'tkazib o'tgan bo'ladi. Har holda Mas'ud harbiyga xos sezgirlik bilan yaxshi qildi. Akbar uning ishoratini ko'ribla qo'lidagi arsini sundi va arabcha nihoyat chiroyli qilib "Janobi oliylarga fiqir miskinlarning ozroq arzi bor edi" deb beshini to'van agidi. Faysal podshoh
Akbarning qo'lidagi arsni oldi va so'l qo'lining ko'rsatkich barmoqi orasiga qistirdi. Uning qo'li yo'g'on, panjasi keng, barmoqlari uzun edi. Shu hamon boshqa arz dardi borlarmi uningga yepishdi va ikki qo'llab arzlarni sundi. Podshoh ularning arzlarini so'l qo'lining barmoqlari orasiga ret-reti bilan qistirdi va hammaylar bilan qizg'in, muloyim salomlashib bo'lib, zalning udul tarafidagi eshik bilan ishxonasiga kirib ketdi. Ishxonaning zalga qaragan eshigi qiya ochiq edi. U yerdan podshohning harakatlarini ochiq ko'rgili bo'ladi. Faysal podshoh telefon va har xil hujjat materiallar ratlik qo'yilgan Livanning esil shamshat yog'ochidan yasilib, ustiga yeshil muvut qaplangan keng ustalning oldiga kelib o'ltirdi. Uning yonidagi to'g'ri qo'yilgan ustalda katibning o'rni bor edi. Podshoh o'rniga o'ltirib, birinchi bo'lib Akbar bergan arsni barmoqi orasidan elib o'qidi. Arz tugagicha uning qo'shimlari turilib, ko'zidan bir xil so'q nur chaqnagandek bo'ldi. Podshoh nihoyat tezlik bilan arzning ustiga bir narsalarni yozdi va arsni katibiga berib etib, uningga bir narsalarni dedi. "Inshaalloh, talablaringlar hal bo'ladigan bo'ldi", dedi eshikning yonida turgan Mas'ud Akbarga pichirlab. "Endi bir necha kun kutib turinglar. Xudo buyursa, yaxshi xabarlar bo'ladi." Buni siz qandoq bilasiz? So'radi Akbar bir oz taajjublanib. Podshoh texi bir narsa demadi-ku. "Men uning chiroyi bilan harakatidanla bildim", dedi Mas'ud ishonch bilan. "Sening arzingni o'qib etib, uning qo'shimisi turildi. Bir narsaga ochchig'i keldi. Ondan keyin arzingning ustiga tasdiq soldi. Malik Faysal odatda arzlarning ustiga bir narsa yozmaydi. Faqat jiddiy ahvol bo'lsa, ondan yozadi." "Xudoga shukr", deb yenik bir tortdi Akbar. "Bu ishda sizga ko'p rahmat Mas'ud. Sizning yordamingiz bo'lmagan bo'lsa, podshoh bilan ko'rishishimiz ba'zi mushkul edi." "Uncha emas", dedi Mas'ud tushuncha berib. "O'rdida ko'rishalmasanglar, hamon bir kuni sirtda ko'rishalaytinglar. Malik Faysal har juma kuni jamoat bilan birga bo'ladi. Boshqa kunlardami vaqti bo'lsa, bozor, rastalarni piyoda orlaydi." "Mundaqdan", dedi Akbar texmi ta'sirlanib. "Yaxshi podshohlar Xudoning soyisi deb to'g'ri aytibdi ekan. Bu kishi turkchinimi yaxshi so'zlaydi ekan. Nereden o'rgangan bo'lg'aydi?" "Ha, texi bilmamsiz. Uning cho'ng ayoli turk", dedi Mas'ud. Akbar Mas'ud bilan ana shundoq paranglashib mengib, o'rda ishga oldiga kelganda xo'shlashdi. Bugun 4 vakilning omati o'ngdan keldi. Ular podshoh bilan yuz turani ko'rishdi. O'z qo'llari bilan arzni berdi. Texi podshohning nazariga tushib, uning bilan so'zlashdi. Bundaq omad, sharaf uchirg'onlik kishiga nasib bo'lavermaydi. Podshoh Faysal o'zining yaxshi fazilati, adli adolati va himmat shafoati bilan ularning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Ularning nazarida bundaq yaxshi sifat, yaxshi fazilatlik podshohlarning qo'lida davlat tez ro'naq topadi. Xalq gullab yashnaydi. Jamiyat xotirjam va obod bo'ladi. Podshohlik ustidami uzoq zaman baxtiyorlik davom qiladi. Ular tushkicha ana shunday xushallik va hayajon ilkida Jidda bozorlarini aylandi. Hozir Jidda zamonaviy qurilishga yurish qilib, nihoyat tez o'zgarib o'tadi. Uy imoratlari ko'rkam va ozoda edi. Yo'llari keng tasha bo'lib, har xil tipdagi mashinalar g'o'yiltab o'tishib turadi. Cho'ng-cho'ng savdo saroylarida Yevropa va Amerikaning mollari to'lib ketgan edi. Akbarning ko'zlari olachakman bo'lib ketdi. O'zining burun charbozorchilik qilib tartgan jafo mushaqqatlarini eslab, bugungi savdo tijoratning bu darajada o'ng'ay va ravon bo'lib ketayotganligidan ko'nglida ham suyundi,
hem hayran boldu. Eğer şarait yar berse, onunmu qo'lidan ne ishlar kelatdi. Chunki uzoq yil musofirchilikqa, xo'rliqqa, tirikchilik vasvasiga to'lgan murakkab, jafoliq hayot yo'li uni xiyolparast, kitob mastonisi, ojiz bir boladan bugungi kunda pishqan, aqlli, irodalik, pam parosati bor egilik tikliguchiga aylantirib chiqqan edi. Lekin hozir Akbarning qanot quyruqi boqishlangan edi. Xuddi padişahqa sunulgan arzi deyilgandek, ko'zga ko'rinmas zanjiri kishanlar uning put-qo'lini chirmab, erkin parvoz qildirmay batdi. Agar Akbar mushu taqibdan, chatga qiqishdan qutulsa, tijoratni qayta dastiga elib, cho'ngroq bir ish ta'virtishni bugunla ko'ngliga pukib qo'ydi. Ular tushda shahriy Qobil ko'chasidagi bir turkning do'konida tamoq yeb, tushdan keyin bugungi xush xabarni yurtdoshlarga tezroq yetkazish uchun mashina bilan Makkaga yurib ketdi. O'ninchi bob. Shirkati salom. Birinchi. Helali yaqqan kuz yomg'irdan keyin Makka osmoni nihoyat go'zallashib ketdi. Namlikni yo'qotib, yangillashgan parcha-parcha bo'zamtul bulutlar asta-asta harakatga surilib, osmonning to'q yeshil jamolini ochdi. Havo salqin ham namxush edi. Akbar bugun aldirash bo'lib ketdi. U necha kundan beri shirkat qurish halakchiligi bilan ovar edi. Akbar o'tganda Faysal padişahning huzuridan chiqib, 3 kunga qolmay rostilla xush xabar angladi. Padişahning gaplari bir necha gazetlarda naql keltirilib, maqola bo'lib chiqdi. Uning ichida mono so'zlar Akbarning yuragiga naqsh bo'lib o'rnab qoldi. Dunyoda yashash har inson uchun barhaqdir. Dinimiz insonning bu haqqiga tajovuz qilishni bütün insonlarga tajovuz hisoblaydi. Har qanday odam hurdir. Hurriyat huquqiga egadir. Tili, irqi qanday bo'lishdan qat'iy nazar hech kimning hurriyatiga daxl qilishga bo'lmaydi. Ularning nijotlik tepish haqqi bor. Har qanday odam halol va haqqoniy yo'llar bilan mulk to'plash huquqiga ega. İnsanlarning bu haqlariga qarshi chiqish dinda cho'ng jinoyatdir. Boshqalarni xor ko'rish, ahmaq qilish, bo'zak etish, hasad qilish qatorliq ishlarni dinimiz qat'iy cheklagan. Bularni eng eski xuy deb hisoblagan. Söyümlük payg'ambarimiz insonlarning haq vazifalarini munu dastur orqali bayon qilgan. O'zing uchun istaganingni boshqalar uchunmi ista. Öz nafsing uchun istamaganingni boshqalar uchunmi istama. Mana shu kundan boshlab hamma ish ostin-ustin bo'lib ketdi. Akbarni va uning yurtdoshlari bo'lgan barliq buxorlarni chirmab turgan ko'zga ko'rinmas zanjir kishanlar pachaq-pachaq uzilib, ular erkin nafas oldi. Bir necha yilga so'zilib vahimlik dakka-dakkadik turmush oxirlashib, ularmi og'ziga kelganini deyalaydigan, o'ylaganini qila oladigan hurlik huquqiga erishdi. Burun bularni ko'zga ilmagan, chatga qoqqan, bo'zaq qilganlar endi birtinla pil qo'rtidek yumshab, o'zlari izlab kelib, burun hal qilmay cho'rivatgan nurg'un ishlarni hal qilaverdi. Jamiyatda paydo bo'lgan bunda qizg'in, ozoda turmush muhiti Akbarni xushal qildi. Uning ruhini urg'utib, har ko'ylarga soldi. Akbar bir necha kunning oldida Bektemir bilan Musa Danqanni uyiga chaqirib mehmon qildi va ular bilan paranglashib o'tirib mundaq degan edi. Hojimlar, mening ota-bovam satrash emas edi. Sizlarning ota-bovanglarmi muzuzlik qilmagan, taxti mushuk yasamagan. Biz bundaq ketaversak bo'lmaydi. Qat ko'tarolmaymiz. Mening fikrim,
Biz üçümüz birleşip bir şirket kuraylı. Ticaret yolunu kengaytaylı. Padişah bizge keng imkoniyat yaratib berdi. Endi özümüz kudret taquzmasak bolmaydı. Mening hozir 30 ming riyal pulum var. Men şunu atadım. Sizlar qanchalik chiqara olsanglar, shunchalik chiqaringlar. Üçümüz bir yaqidan bosh chiqarsak, uzoqqa qolmay cho'qim obdan bir iyilik tiklayamiz. Onun teklifi Bektemir bilen Musa Danqanni qiziqtirib qoldi. Hozir hamma yerda jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon edi. Bir kun bo'lsa-mu burunroq midirlab pul topmasa, bu jamiyatda oyoq tirab turg'ili 100 obro'y topqili bo'lmaydi. Pul bu yerning go'zalligi, shon shuhrati va nurliq istiqboli edi. Ular uzoq yillik ochiq sarguzashtlar orqali bu haqiqatni tushunib yetgan edi. Uning ustiga Bektemir burunqidek bo'ytaq emas edi. Makkadagi bir hamsharining o'tirib qolgan qiziga o'ylanib, bir o'g'il, bir qizliq bo'lib qolgan edi. Omu oilasining, bolalarining kelgusi istiqbolini o'ylamasa bo'lmaydi. Shunga Bektemir o't ateş ichida yozgan, so'qib, tiyillab yiqqan 15 ming riyal pulini Akbarning oldiga qo'ydi. Bu kunlarda Musa Danqanning oila yuki yenik emas edi. O'zidan xeyli yosh xotini ashu sarsalliq yillarda tinab, tamtirab yuribmi, arq-arqadan ikkini tug'ivatdi. Bir oilaning g'imi, bolalarning taqdiri qismati uni cho'nqur o'ylantirib qo'ygan edi. Shunga umu do'ppisitib, muzdozlik qilib yiqqan pullarga xotini Asiya xonimning oltin jabduqlarini setib qo'shib, aran tasdiqda 15 ming riyal taxlidi. Akbar hisoblab ko'rdi. Uchaylanning 60 ming riyal dasmoyisi bilan xeyli obdan tijorat qilg'ili bo'ladiganligiga ko'zi yetdi. Endi gap shirkat qurish rasmiyatlarini bejirish qolgan edi. U yana Harisni topdi. Harisning yordami bilan ishki tashqi savdo bilan tang shug'ullana oladigan shirkati Salam nomli paychiklar shirkatidan birini qurdi. Akbar dastlabki qadamda burunqi do'konining o'rnini kengaytib, zinnatlab, bir tarafida un, guruch, may, yana bir tarafida kiyim-kechak va milishmal sotadigan magazin qilib ochdi. Bektemir bilan Musa Danqan magazinga mas'ul bo'ldi. Akbar hisobotni tutib, yiroq yaqindan mol yetkazib berib turdi. Savdo obdan yurishdi. Dastlabki bir fasllik kirim-chiqim ko'rsatkichida foyda 15% atrofida bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Bu ish amaliyotda kuyak tortib, bozg'an so'qish bilan do'p setib, mozdozlik qilishdan ko'p yaxshi ham yengil edi. Shunga Bektemir, Musa Danqanmi o'zlarining rohatga chiqib qolganligidan xushal ham rozi edi. Akbarning hisobida agar savdo mushi tariqada 1 yil davom qilib olsa, ondan tijoratning bir uchini chet ellarga qaratib, u yerlardan zamonaviy moda mollarni kirgizgili bo'ladi. Ko'p o'tmay shirkatning mudda bozordagi universal magazini yiroq yaqinda nom chiqarib, tijarati ro'naq topgan, xaridori ko'povat magazinlarning biri bo'lib qoldi. Ikkinchi, hayot Akbarga kulib qaradi. U halol yashashni afzal ko'rish, shon sharaf tuyg'usi kuchli bo'lish, lavzida turib va'dasiga vafo qilishdek fazilatlari bilan turmushda, tijoratda tangla nusrat topdi. Hozir Akbarning shu baykida 2 ig'izliq zamonaviy ishxonasi bor bo'ldi. U shu yerda o'tirib, nurg'un ishlarni telefon orqali hal qila oladi. Bu kunlarda shirkati Salam tijorati yurishib, nurg'un kishilarning diqqatini tortgan uchur va savdo markazi bo'lib qolgan edi. Akbar bugun tushdan keyin ishxonasida qilin bir hisobot daftarini ko'rib o'tirib edi. Eshik qiqildi. U kirang deb qo'yib, yana o'z ishi bilan bo'ldi.
ishxonaga chas soqollari oqargan 60 yoshlar atrofidagi o'rq bir odam kirdi. Uning cho'nqir chanoqlari ichidagi chiqir ko'zlari xuddi lo'loga o'xshash oldiga burtib chiqqan edi. Assalomu alaykum. Mehmon qiroatini keltirib, egilib salom qildi. Va alaykum assalom. Akbar salomni yondirib, bu kutilmagan mehmonga sapsilib qaradi. Ukam, Akbar ajim, meni to'nmadingmi? Dedi o odam oldiga bir qadam siljib. Obdanroq qarag'ina, men G'o'jimolla emasmi? Ha? Akbar uningga tikilib qoldi. Ko'zlari yo'g'on ichilib, og'zimi hayronlikdan yumilmay qolgan edi. O'zgarib ketibsiz aka. Nelarda yurib, nelardan keldingiz? Akbar uni sapaga taklif qildi. Çay demlab oldiga qo'ydi. G'o'jimolla qand çaydan bir ikki o'tlab, ulug' kichik tinib qo'yib, mundaq dedi. Ukam, hammamiz o'zgardik. Bu dunyo bekma vafosiz ekan. Men mingteki davonida yuz bergan heliqi sharmanda ishdan keyin sizlar bilan billa hajga kelishga petin olmay, Karachidanla Hindistonga o'tib ketgan edim. Bombayda bir bayga yollanib ishildim. Lekin u osmonga qarsam, on vaqti yerga qarsam, yer baxti deb beshimga az kun solmadi. Agar mendan boshqa odamning beshiga men ko'rgan kunlar keladigan bo'lsa, dard alamdan uchini qo'shib chechivatgan bo'ladi. Elim Xudoga shukri, tuproqning ustida medirlab, ichimda ro'za tutib, teshimda hayit o'ynab yuribman. Yanala ota ko'rgan, ona ko'rgan tonishlar asqatid ekan. Sizlarni panoh tortib bu yerga keldim. G'o'jimolla odamning ichi og'rig'idek shumshiyib, ko'zi yesh qoldi. Cho'nqir chanoqlari ichidan dumilab chiqqan yosh ijir-mijir qo'riq bosgan yog'och yuzdan iqib, soqollari orsiq singib ketdi. U yeshini ko'nglikining yangi bilan surtib, cho'nqir bir xo'rsinib qo'ydi. G'o'jimollaning aytqanlari rostmi, yolg'onmi, buni hozir hech kim bilmaydi. Kishilarning biladigini uning xuddi tuxumga o'xshash domilaydigan, ammo yiqilmaydigan odamliklar edi. G'o'jimollaning nurg'un yerlarga berib, jahon kezganligi rost. Beshidan nurg'un qismatlarni o'tkazganligi rost. Lekin zodi nelarga berib, nada turdi, nima kunlarni ko'rdi? Buni faqat bir o'zi va bir Alloh biladi xolos. Ha rost, dadam otxonning ahvoli qanday ukam? So'rdi G'o'jimolla bir narsani bilmoqchi bo'lgandek qiyofatda. Chunki u otxonning Rawalpindida qo'lga ilingandan keyingi ahvolini haqiqatan bilmaydi. Dadam yaxshi, hozir Qohirada turibdi, dedi Akbar. Qohirada. G'o'jimollaning chiroyidan ham hayronlik, ham xo'shallik alomatlari tangli namoyon bo'ldi. Dadam u yerda nima ish qildi? Shu yerda bola chaqasi bilan darqamda o'tyapti, dedi Akbar va dadasining ahvolini G'o'jimollaga qisqacha so'zlab berdi. Xudoyim dadamning umriga barakat bersin, rizqini ziyoda qilsin, dedi G'o'jimolla va ko'nglida otxonning bu yerda yo'qligidan bakmi xo'shal bo'ldi. Nima uchundir uning bilan yuzlashib qolsa bo'lmaydigan bir xil andishlik tuyg'u uzoqdan beri G'o'jimollani vahimaga selib kelgan edi. Lekin hozir bundoq vahimaning behuda ekanligini ochiq his qildi. Agar o'z vaqtida Rawalpindida bo'lgan sirliq ishlar oshkorlanib qolgan bo'lsa, buningdan Akbarmi xabar topmay qolmaydi. Agar xabar topgan bo'lsa, bugun G'o'jimollaga bunda qizg'in ham samimiy muomala qilmagan bo'ladi. Allohning sir hikmatlarga ming shukr. Allah paxta ichida o't saqlayman desa saqlaydi. G'o'jimolla azaldan ashundoq ta'laylik, rizqi keng yaratilgan. Shu xiyollarni ko'nglidan o'tkazgan G'o'jimolla
asli tabiati bo'yicha kerilib, sopadi boshqacha gidiyib o'ltirdi. Endi qanday qilay deysiz aka? So'radi Akbar boyi jiranglagan telefonni qabul qilib bo'lgandan keyin. Bu yilqi haj tavab vaqti kelguncha mush yerda turamsiz? Albatta ukam. Hajgacha turmasam bo'lmaydi, dedi Xo'ja Molla yelingandek talaffuzda. Lekin shungacha biror yerda ishlab turmasam, menga tas bo'ladi. Nada ishlarsiz? Dedi Akbar qiyin bir ishga duch kelgandek beshini tatlab qo'ydi. Akbar Xo'ja Mollani ancha yaxshi ko'rmaydi. Bo'libmi safar ustida yuz bergan ashu ishdan keyin Xo'ja Molla uning ko'ziga noinsof, osh ko'z, shum angiz bir odam siyoqida ko'rinib ketgan edi. Keyin uning Ravalpindida tuyuqsiz yo'qab ketishi, dadasining tuyuqsiz turmaga kirib qelishi qatorliq ishlarmi uning go'dak qalbida sirliq gumonlarni paydo qilgan edi. Lekin u dadasining gumon iymonni qochirdi degan aqidasi bo'yicha bu ishlarni Xo'ja Mollaning ustiga ortishga jur'at qila olmagan edi. Mana endi shuncha yillardan keyin bu odam tuyuqsiz Akbarning oldida yana paydo bo'ldi. Yana kelib uningdan shafaat tilovat edi. Qanday qilish kerak? Odam bolasining beshiga kun tushganda mehr shafqat qo'lini sunmaslik odamning ishi emas. Uning yig'isini, bechora qiyofatini ko'rib turib, bir chatda qo'l qo'shtirib turish yaxshi ishmi? Uning ustiga bu odamni nurg'un jahon ko'rib, turmushning ochiq chuchigini tetibdi. Balkim burniga suv kirgandi. Anlasam, sening shirkitingda men qilgudek ishlar bor o'xshaydi-ku, dedi Xo'ja Molla endi ko'nglidagi gapni rasmiy echib. Sen himmat ko'rsatib, otadarchilik qilmasang, men bu yerda kimning peshiga esilaman? Hech bo'lmaganda biz Ara tumanning suyini billa ichib, bir yurtda yashagan. Bu qutlug' safarga mo'billa chiqib, safar qismatlarini billa tortgan. Agar yo'l ochiq bo'lib, yurtga ketaligan bo'lsak, bunda xo'rliq kunlarga qolmasdik. Dadang biladi, men kichigimdan tijorat bilan shug'ullanib, savdo setiqning epini o'rgangan. Nima ish qildisam, men shuningga tayyor. Lekin aka, Akbar tanqislikda qoldi. Bizning shirkat yangi qurilgan, uncha ko'p odamga o'rin yo'q. O'zimizmi yetishib ketyapsak? Ammo Xo'ja Molla bosh kelmadi. Yelinib, yolvorib, xuddi taqimoqda qadalib turib, oxiri Akbarni ko'ndirdi. Akbar azaldan boshqalarga ko'ynatdi, boshqalarga oson ishinatdi, oson mabdum bo'ladi. Bu uning tabiatidagi mangu o'zgartila bo'lmaydigan bir xil poklik, shundaqla bir xil ojizlik edi. Shunda qilib Xo'ja Molla Akbarning ma'qulligi bilan shirkatning rasmiy xizmatchi xodimi bo'lib qoldi. Endi u ostola bangsini ko'rsatib, o'ziga gumoniy nazar bilan qarab turgan Musa Donqon, Baktemir qatorliqlarning ishonchisini qo'lga keltirmasi bo'lmaydi. Her xil qazallarda qaynab, jon beqishning apchil usullarini o'rganib olgan bu zerak, todam qeri, og'zi yumshoqlik, oyig'i chaqqonlik, xom qaymoqdek yuqishliqligi bilan nihoyatda tezla kishilarning ishonch va hurmatiga erishib oldi. U endi shirkatning ishlarida yangi uchurlarni yetkazadigan, har xil savdo takliflarini bera oladigan tashabbuskor o'ringa chiqqan edi. Bir kuni Xo'ja Molla Akbarga mundaq bir taklifni berdi. Arabiston intayin issiq, qurg'oq yer, havo klimati kishilarning terisini oson buzadi. Qachon qarsa bu yerdagi odamlarning lavlarini gaz bog'lab, yuz ko'zlaridan postak o'rlab turadi.
Meningcha biz chet eldan oz to'la vazilin kirgizib, vazilin sodisi bilan shug'ullanib baqsaqmikin? Qani, dedi Akbar, toza qiziqmaganda qiyofatda. O'ylashib baqayli. Lekin Akbar shu kundan boshlab atrofidagi kishilarga diqqat qilishga boshladi. Diqqat qilgan sari ko'nglida G'o'jimollaning fikri o'rinliqdek belindi. Chunki quruq issiq havo kishilarning terisini o'xshashmagan darajada buzgan edi. Hatto qizlarning yuz terilarimi yirik, chavurg'an, qo'llarining dumbisi qorayib, tilim-tilim yerilib ketgan edi. Akbar bir necha kunni ana shundoq ko'zitish o'tkazdi. Amaliyotda G'o'jimollaning taklifining o'rinliq ekanligini isbotladi. O qoyil bo'ldi va 3 kundan keyin ichilgan bir yig'inda xo'shallik bilan mundoq dedi. Men G'o'jimolla akamning taklifiga qo'shildim. Bu bir ijodiy taklif bo'ldi. Men uning shirkatimizni yangi savdo uchuri bilan ta'min etganligiga rahmat aytaman. Biz darhol vazlin savdosiga tutish qilaylik. Men jiddida turishliq bir Italiya shirkati bilan aloqalashib qo'ydim. Bu savdo to'xtamini G'o'jimolla akam o'zi bajarsin. G'o'jimolla hech kimga sezdirmay bir kerilib oldi. Bundaq maqtash uning shirkatda asta-asta bosh ko'tarib chiqayotganligidan derak beradi. Bu qitimqi vazlin savdosini o'ziga ishinib topshirganligimi uni yana bir qitim o'zini ko'rsatishning saltanat sahnasiga yo'lab chiqarganlik edi. G'o'jimolla atsla jiddiga keldi. Akbar bergan adres bo'yicha Italiya shirkatini asonla topdi. Ular bilan Hindistonda o'rganib olgan ingliz tilida chala-puchuq so'zlashib yurib, 100 yashik vazlin zakaz qildi va 8000 riyal zakalat puli topshirib, shirkatga vakolatan savdo to'xtamiga imzo qo'ydi. G'o'jimollaninki qaytib kelishi odamni ajab bir xil qiladi, ha? Ma'qul amsa, bugun mushargacha o'qib beray. Davomiga diqqat qiling. Aman bo'ling. Xayr xo'sh.